Halkım menen sizlar Xudo xolasa 3 xonali kvartira ko'rsataman. Bellan kattaligini ko'rdingizlarmi? Bu yerda bir kraskalarni qo'yib turib, bu yerda zo'r tarafi qo'riqlasham bor. Sizlar obzor etib beraman Xudo xolasa. Xorazmiy joy kvartiraning istoriyasini ko'rib borasizlar. Birinchi shu istoriya qo'yaman bugun. Keyin lentasini qo'yaman. Shuning uchun Xorazmiy joy kvartiraning istoriyasini ko'rib boringlar. Asal obzorni boshladi Xudo xolasa. Bu yerda Urgan Cityda bahasi dimshiqqa bahada, oxirida aytamanlik zo'r bahada. 5-etajda elektrik ishlari bo'lib turibdi. Asosiysi zo'r yerda joylashgan, gazi bor, svet suvdan muammo yo'q bu yerda. Bu yerda girish qismimiz ketdik. Bu yerimiz tualet, bu yerimiz sanuzel. Kattagina olingan ko'rdingizlar. Bu yerimiz bir xona. Bu yerda 5-etajning afzalliklarini aytib o'taman. Bu yerda pesha, chun, shamol ham zo'r aylanadi. Uyda yana avtobus yurib turibdi. Bu yerda maktab, bog'cha, IT park joylashgan. Asab yanına git Xudo xolasa sizlarga ko'rsataman. İşten kirib keldingiz, bu yerga qaranglar. Oho, bu yerdan bir remont qilsangizlar bilasizlarmi? Dimsiq bo'lib turadi mazza bo'lib. Kattagina bo'lib, hovli joydek bo'lib turadi bu yerimiz. Sularimiz kelib turibdi. Bu yerimiz bir spalni xonamiz. Mana hamma oynasi qarab turibdi ko'chaga. Elektrik ishlari bo'lgan. Bu yerda bir spalnidan chiqqandan keyin bu yerda yana bir spalni xonamiz. Balkon bor, elektrik ishlari bitib turibdi. Ana. Endi Xudo xolasa bu yerimiz do'rimizda oshxonamiz. Gazimizni isbotini aytib o'taylik. Bundayna gaz turbamiz kelib turibdi. Elektrik ishlari bo'lib turibdi. Buni pod'ezd orqa tarafidan ko'rsataman. Ayna. O'tirgan yerlarimiz bor, bol o'yindan yerlarimiz bor. Bu yerda har xil do'konlarimiz bor. Balkonim bor. Bahasini aytaman, bahasi 5 milliondan 78 kvadrat, 5 milliondan 78 kvadrat, 390 milyon so'm pul bo'ladi, shtira. Ustida ozgina kelishiladi, xarid puli qaytib beriladi. Men sizlarga tushuntirdim. Boshda ko'rgan bellar mukammal, zo'r, cho'tkinga ham yerimiz mukammal. Shuncha aytib turibman-da, bu yerda eng zo'r tarafimiz bu yerda avtobus yurdi, yo'lning usti. Bahasini aytdim, kommentariyada Xorazmiy joy kvartirada belgilab ketasizlarmi? Niyat qildim deb belgilaysizlarmi? Kim niyat etgan bo'lsa niyatini yetsin. Zallar sog' bo'lsin, do'stlar, jo'natib ko'ringlar, like bosishdan yoddan chiqmasin. Halqim